Farg'ona shahar markazidan birinchi etaj 4 qavatli domda birinchi qavatda joylashgan. Mana ko'rib turibsizlar, 3 ta podyezdli domimiz. O'rta podyezd joylashgan, skvoznoy. Bu tarafda 2 ta oynasi bor. Podyezddan kirishingizda mana o'ng tarafda joylashgan xonadonimiz 150 kvadrat metr. Bu degani bitta 1,5 sotiklik kottej degani. Uyimizga kirishingizda mana holni o'zingiz ko'ryapsiz, kengina. Bu tarafda bitta xonasi bor. Buni spalniy qilib olsangiz ham bo'laveradi, detskiy qilib olsangiz ham bo'laveradi. O'zini mebellari bor, hamma ko'rib turgan jihozlar ham qoladi. Oyoqdagilar parket. Bundan keyin bu tarafimizda spalniy joylashgan, atapleniya bor. Spalniyni ham ko'rib turibsiz. O'zini ichida sanuzeli ham bor spalniyni. Ikkitadan sanuzel joylashgan bu xonadonimizda tashqi va ichki sanuzellar. Bu divanlari qoladi, pardalari qoladi. Bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Shunday chiqishingizda bu tarafda mana общий sanuzelimiz. Ikkita oila bemalol yashasa ham bo'laveradi. Bu общий sanuzel ham kengina. Bundan tashqari bu tarafimizda oshxona joylashgan. Oshxonamiz ham bemalol mana shu yerda stol qo'yib, o'tirib ovqatlansangiz bo'laveradi. Konditsionerlar qoladi, vitichka kuxniy mebellar qoladi. Bu tarafimizda bo'lsa mehmonxona. Mehmonxonani qarang, kengligini 30 ta odamni shuni bitta masjidda o'zidan kuzatib olsangiz bo'laveradi. Birinchi etaj skvoznoy. Bu tarafda ham deraza, bu tarafda ham deraza. To'liqlab aytsamiz, Farg'ona shaharida Atlas Media Parkda shundoqni orqa tarafida joylashgan 150 kvadratli xonadonimiz. Pastga raqam qo'yib beryapmiz, telefon qilsangiz shunday baraka qilamiz. Narxini $90,000 dan tushib beramiz deyapti, kami bor. Bemalol telefon qilib baraka qilishlari mumkin.